Siz xohladingiz, men tayyorladim. Oldingi videolarimizda maymunlar qiroli qanchalik kuchli ekanligini bilib oldik va unga mos raqib kim degan savolga ko'pchiligingiz necha deya javob berdingiz. Shunga ko'ra bu video davomida Olov farzandi va maymunlar qiroli o'rtasidagi jangda kimning qo'li baland kelishini ko'rib chiqamiz. Siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Necha Nilufar gulining yaxshilik toshi orqali dunyoga kelishi kerak bo'lgan bolakay. Yaxshilik toshining mutlaq teskarisi bo'lgan yovuzlik toshi orqali dunyoga keladi. U ayyor, yovuz va injiq bo'lib ulg'ayadi. Lekin video bu haqida emas. Bizga uning kuchlari kerak. Maymunlar qirolining kuchlari bilan solishtira olishimiz uchun u olov sehrini boshqara oladi. Yana 72 xil o'zgarishni ham o'rganib olgan. Bu orqali istalgan qiyofasiga kira oladi. Uning asosiy, ya'ni kuchli qiyofasi bu o'spirin tanada. 3 ta yuzli va 6 ta qo'llari bo'lgan qiyofasidir. U qachondir kuchli g'azabni his qilsa, uning qiyofasi shunday o'zgaradi va kuchi yanada ortib ketadi. Uning qurollari ham yo'q emas, hattoki bir nechta. Olovli nayza uning eng kuchli quroli hisoblanadi. U olov bilan o'ralib olgan va nechaning qo'lida har qanday narsani kesib o'ta oladi. Yana qizil tasmasi ham bor. Ular necha tomonidan boshqariladi va asosan unga qarshi chiquvchi raqiblarni o'rab, ushlab turish vazifasini bajaradi. Yana biz va men eng yoqtirgan qurollarimdan biri bu samoviy halqalar. Ular kimdandir shogirdiga yoki boshqa birovga o'z ixtiyori bilan topshiriladi va asosan minib uchib yurish vazifasini bajaradi. U har kimda har xil buyumga aylana olishi mumkin. Masalan, uning ustozi Tai Jenjay qo'lida u ulkan cho'chqa ko'rinishida edi. Nechaga topshirilgach, olovli halqalar ko'rinishiga ega bo'ldi. Maymunlar qiroli haqida esa oldingi videolarimizda aytib o'tgan edik. Ammo shunday bo'lsa-da, solishtirib olishimiz uchun yana bir bor eslatib o'tishga majburmiz. Tezlik jihatdan ular deyarli bir xil tezlikka ega. Yana ikkalasi ham 72 xil o'zgarishni bilishadi. Istalgan tana qiyofasiga kira olishadi. Nechata sehrli nayza va qizil tasmalar bo'lsa, Sun Wukongda Rui Jingubang mavjud. Jingubangning o'zi nechaning qurollari bilan bemalol tenglasha oladi. Hattoki ba'zi jihatlarda o'tib ham ketishi mumkin. Ularning ikkalasi ham ucha oladi. Nechaga bu uchun sehrli halqalar kerak bo'lsa, maymunlar qiroliga Puti Zushi tomonidan bulutlar ustida uchib yurish o'rgatilgan. To'g'ri, nechaning olov vayronkorona va u g'azablanganda butun dunyoga o't qo'yishi, cheksiz yovuzliklar qilishi mumkin. Ammo Wukong ham anoyilardan emas. U ayyorona va ko'plab janglarda aql bilan ish ko'radi. Yana o'zining cheksiz nusxalarini yarata oladi. Ular ham juda maymunlar qiroli kabi kuchli bo'lmasa-da, nejani jang paytida charchatib qo'yish va holdan toydirish uchun yetarlicha kuchlarga ega. Yana Wukong kattalasha olishini ham bilasiz. Bu qobiliyati ham necha bilan jangda ancha qo'l kelishi mumkin. Agar ular ko'rishib qolishdi va jang sodir bo'ldi degan taqdirda ham ularning kuchi dastlab teng kelib turar va jang juda uzoq davom etardi. Xuddi Marvel zombilar serialidagi Ikaris va Kapitan Marvel jangiga o'xshab bu jang osmon va yerlarni lahzaga keltirishi aniq edi. Ammo oldingi videolarimizda ta'kidlaganimdek, Wukong bir necha bor boqiy umr kechiruvchi jonzotga aylangan, lekin Olov farzandi bu darajada uzoq umr kechira olmaydi. Maymunlar qiroli esa nejani holdan toydirishi va yo'q qilishi mumkin. Ular to'qnashuvda esa o'zimning shaxsiy fikrimcha tajriba olov kuchidan ustun kelishi aniq. Nima? Necha ham Nilufar guli orqali qaytartirilgan. Biz buni necha 2 multfilmida ko'rganmiz. Deyishga shoshilmang. Nechani o'lmas emas deb aytdim. Uni qayta tug'ila olmaydi demadim. Sizda bunday savol tug'ilishi tabiiy edi. Shuning uchun men necha qayta tug'ilish multfilmini ham ko'rib chiqdim va shuni angladimki, necha uzoq umr ko'rib yashay olmas ekan. Qachonki uning tanasi nobud bo'lsa, u boshqa inson tanasiga o'tishi, ya'ni ruhi orqali qayta tug'ilishi mumkin. Ammo o'sha qayta tug'ilgan inson tanasidagi necha ham oldingilari kabi juda kuchli bo'lmas ekan. Multfilmda esa uning kuchli bo'lib yetishiga maymunlar qiroli yordam berdi. Ya'ni unga ustozlik qildi. Ha, shu joyda yana bir narsani aytib o'taman. Maymunlar qirolining birinchi shaxsiy filmida ular to'qnash kelishgan. Ammo bu jang sahnasi juda qisqa davom etgan. Lekin bu to'qnashuvda ham maymunlar qirolining qo'li balandroq kelgan. Shunday ekan, Sun Wukongni bugungi videomizni mutlaq g'olibi deb tan olishimiz mumkin. O'ylaymanki, bu video orqali qiziqarli ma'lumotlardan xabar topdingiz va shunchaki ketgan vaqtingizga afsuslanmasdan maroqli hordiq chiqardingiz. Bizning kichik mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib, kanalimizga bojish uchun obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddamiz. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.